Sizlarga Minecraft o'yinida onlayn, ya'ni boshqa odamlar bilan birga o'ynashni ko'rsataman. Onlayn serverga kirishda play tugmasini bosamiz. Keyin mana bu yerda mana buni bosamiz. Yana bir ko'rsataman, mana uni. Keyin mana bu yerda buni bosamiz. Mana uni. Keyin bu yerga sizlar ochgan o'sha onlayn zonani xohlagancha nomlash mumkin. Bu uchun PvP deb men o'zim PvP deb yozaman. O'zimga qulay bo'lishi uchun. Keyin buni IP or adresdan bunday yozasizlar. Play nokta PvP craftive nokta ru. Endi chiqasizlarda mana buni bosasizlar. Mana shuni bosasizlar. Keyin bosasizlar. Bosganlaringizdan keyin bu yerdan chiqish uchun nimaga kirib ketdi? Keyin mana uni bosasizlar. Chiqqanlardan keyin PvP chiqadi. Kirish yo'l bo'lmasa qaranglar. Kirolmasanglar, mana shunday qilasizlar-da. Tez kirib mana o'chirib tashlaysizlar. O'zini bunday bosasizlar keyin. Prosta men internet yo'q bo'lmagani uchun qo'ymayapti. Endi sizlar qo'yadi. Bedwars ko'rsataman endi. Mana yana bosasizlar. Men bunga Bedwars deb nom beraman. Keyin bu yerdan play.pvp craftive.ru deb yozasizlar. Bu yerdan lekin alt qo'yib qo'yasizlar. Keyin buni bosasizlar, yana backni bosasizlar. Va mana Bedwarsda 2 kishi o'ynayotgan ekan. Buni ham kirishga qo'ymasa qaranglar. Buni bosasizlar, buni yana bitta bosasizlar. Chirib tashlab, building kiryapti. Bu yerdan sizlar bunday deb yozasizlar. Login kattay tashlab 098 akkaunt saqlanib qolindi. Keyin mana hidni bosasizlar va o'ynaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa, like bilan obuna bosib qo'yinglar.